Assalomu alaykum bog'bon akalar. Mana bu yerga 2024-yil fevral oyida yangi bog' yaratib berganmiz. Bu yerga mana shaftoli bilan giloslar ekilgan. Oraliq masofasi mana 6 ga 5 qilib sxemada gilos ekilgan. U gilosning orasiga mana shaftollar ekilgan. Bu yerga qilingan ishlar fevral oyida mana ko'chat ekilgan 24-yili va may oyida zeleniy abereski yozgi kesishdan mana foydalanganmiz. Mana uni foydali tomoni mana mevali kurteklar shakllangan giloslarda va mana shaftolida mana ko'rib turibsizlar, mevali kurteklar juda ko'p. Mana daraxtni umumiy ko'rinishida 3 yoshli deb o'ylaydi, lekin shu 2 yoshlik bog'. Bu yerda suv tankisi bo'lganligi uchun mana tomchilab sug'orishdan foydalangan va ariqdan ham suv ichadi. Mana ariqdan suv ichadi. Agar ariqda suv bo'lmay qolsa, tomchilab sug'orishda mana yo'nkisida постоянно suv bo'ladi. Shu yerda mana ariqda suv bo'lmaganda bog'ni sug'orib foydalanadi. Bu yerga o'suv davrida machavina solib, tepalariga bakdan oziqa, vitaminlardan sepib foydalanilgan. Mana mevali kurteklar. Xudo xolasa bu yil daromadda shaftollarda xudo xolasa yaxshigina mevasi bor. Giloslarda ham mana har birida mevali kurteklar bor mana. Xuddi shu holatda qilib bog' qilishlarini maslahat beraman. Aytgancha gilosda payvand tagi cherimuxada bo'lgan yerda holatidan kelib chiqib turib, bu yerlar toshlik adir zona bo'lganligi uchun cherimuxada ekishni tanlaganmiz mana. Cherimuxa payvand tagligi xuddi shunaqa yerlarga mos tushadi. Agar sizlar qora gilos, alvali deydi, achchiq gilos deydi. Agar sizlar shu qora gilosda eksalaring, lekin bu holatda o'smaydi. O'sishi sekinlashadi. Shunaqa adir zona, toshli zonalarda. Mana bog'da umumiy ko'rinishi mana sizlarga olib beraman. Farg'onada 5 bolada mana onor bog'ni oldiga xuddi shu holatda bog'larni yaratib berganmiz. Kimni qiziqtirgan savollaring bo'lsa, bemalol beraverasizlar. Qo'shimcha ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Mana suv tanqis bo'lganligi uchun hozir O'zbekistonda hamma joylarida shu narsa bor, suv tanqislik. Lekin mana shu holatda yo'nkis qilib, tomchilab sug'orish qilib, shunaqa bog'larni tashkil qilsalaring bo'ladi mana.